Videoni ko'rayotgan bo'lsang, meni kuchli deb o'ylama. Chunki men ham qo'rqaman, men ham adashaman, men ham ba'zan uyalaman. Lekin bitta farq bor. Men qochmadim. Agar sen hozir ichingda jim kurash olib borayotgan bo'lsang, aynan bu video sen uchun. Bu video trend uchun emas, bu video obunachi yig'ish uchun emas. Bu video yillar davomida ichimda yig'ilib qolgan gaplar uchun. Balki bu gaplarni kimdir o'zi tushunar, balki kimdir o'rgatar, balki men yolg'iz emasdirman degan xayol keldi. Ba'zan kulib yurgan paytlarim eng og'ir paytlarim edi. Kechalari uxlay olmasdim. Qo'limga telefonimni olib ijtimoiy tarmoqlarda o'tirardim. Vaqtimni o'tkazardim. Lekin ichimda bir ovoz sen bu hayotdan yaxshisiga loyiqsan derdi. Lekin qo'rquv bor edi. Meni hech kim qutqarmaydi. Mana seni vaqting demaydi. Agar hozir boshlamasang, keyin ham boshlay olmaysan degan savol berdim o'zimga. Boshlaganimda kulganlar bo'ldi. Ishonmaganlar bo'ldi. Eng yomoni o'zim ham o'zimga ishonmadim. Birinchi qadamda og'ir bo'ldi. Xatolar ko'p bo'ldi. Lekin to'xtamadim. Chunki ichimda tinchlana boshladi. Bugun men mukammal emasman, hali yo'ldaman. Ba'zan yana qo'rqaman, ba'zan suhbatlashaman. Lekin bitta narsani bilaman. Men o'zimni sotmadim. O'zim bo'lib yashayman. Agar sen hozir hayotingdan charchagan bo'lsang, agar kim seni tushunmayotgandek tuyulsa, bil, sen sust emas, sen kech emas. Senga kech emas. Sen faqat yo'ldasan. Ba'zan eng og'ir yo'l, eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Agar shu video yuragingga tekkizgan bo'lsa, kommentariyada bitta so'z yoz, qalbingga to'g'ri kelgan so'zni. Men yo'ldaman. Chunki biz kammiz, lekin haqiqiymiz. Videoga like bosing.